Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Okalar, Sergeli yangi hayot 10-hududda 3 xona 4 xona qilingan 9 qavatli uyi 3-qavat Yevro remont 95% jihozlari o'zining joyida qoladi. Naqd $76,000, kredit davom ettirish tartibi bilan bo'ladigan bo'lsa $36,000 berib $40,000 bank krediti bor. Uyni ko'rib boqamiz. Xullas kirib olgan bo'lsa, Botmani koridori, tipi fransuskiy planirovka, kiraverishda chap qo'lda bolalar yotoqxonasi, uyimizning holati yaxshi va kattalar yotoqxonasi spalni deyiladi. Xo'p, mana bu sanuzel. Razelniy holati yaxshi. Va yana bitta yotoqxona. Uyimiz 3 xona 4 xona qilingan, shunga qaramasdan lekin bilinmaydi. Sabab xonalarimiz katta-katta, 2-6 balkon bor. Botmani balkoni. Xo'p, bu kuxnya shundoq qoldirganligi sababi sotuvchi aytibdilarki, xohlagan variantli aboylarni yoki kafelarni o'zligi siqib olishadi deyishdi. Xo'p, narxini aytdik. Planirovkasini tushuntirdik, bizani kuzatingizlar bilan uychi bolalar.